O'zbekistonda 17-dan 23-martga qadar ob-havo qanday bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir shu haqda bilib olamiz. O'zbekistonda joriy hafta juda issiq va quruq bo'ladi. Hafta o'rtalarida mamlakatning ko'plab hududlarida harorat +30 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Shu bilan birga dam olish kunlari Surxondaryo viloyatining janubida +35 darajagacha issiqlik kuzatilsa, shimolda harorat sezilarli pasayib ketishi mumkin. O'zbekistonda joriy hafta xuddi may oyidagi kabi issiq harorat kuzatilishi taxmin qilinmoqda. Xususan, xorijiy ob-havo byurolari ma'lumotiga ko'ra, 20-mart kuni O'zbekistonning katta qismida o'rtacha sutkalik harorat me'yordan naq 8-12 darajagacha yuqori chetlanish tamoyiliga ega. Bunday issiqlik to'lqinini mart oyi uchun anomal deya ta'riflash mumkin. Ayni vaqtda ish kunlari respublikada hukmron bo'lishi kutilayotgan past bosimli issiq havo oqimi 21-martdan Ural va Volga bo'yi hududlaridagi sovuq nam havo oqimini torta boshlaydi. Ammo ushbu sovuq oqim hafta oxirida Shimoliy hamda Buxoro va Navoiy viloyatlarigagina ta'sir ko'rsatishi mumkin, xolos. Mamlakatning boshqa ko'plab hududlari yuqori harorat ta'sirida bo'ladi. Dam olish kunlari shimoldan nam ob-havo oqimlarining asta-sekin mintaqaga kirib kelishi, Kaspiy dengizida siklonik jarayonni rivojlantirib, kelasi hafta boshida O'zbekistonning katta qismiga namgarchilik ulashishi hamda harorat sezilarli pasaytirib yuborishi mumkin. Kanalimizni kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang.